Namozxon inson dunyodagi eng baxtli insonman desa, mayli uni puli bo'lmasin, dang'illama uchastkasi bo'lmasin, tagida zo'r mashinasi bo'lmasin, zo'r kiyim kiymasin, mayli zo'r dasturxondan ovqat yemasin. Birodarlar, eng baxtli inson bu namozxon inson hisoblanadi. 5 mahal namoz o'qiydigan inson hisoblanadi. Nimagaligini aytib beraman. Nima uchun bu baxtli? Erta bilan turadi. Nimaga turadi? Soat 5 ta turadi. Nimaga turadi? Oshgami, ehsongami, Xudoga? Yo'q birodarlar. Bomdodga turadi. Bomdodga turadi. Namozga, Robbisiga itoat, ibodat qilish uchun turadi. Turdi, alhamdulillah. Xudoga shukr, turg'izganingga shukr deydi. Yuradi, hojatxonaga boradi, hojatini qiladi. Alhamdulillahillazi azhaba annil adha wal afani. Menga qornimda turib azob beradigan narsani chiqarib, menga xotirjam hayot berganligi uchun senga hamd sanolar bo'lsin deydi. O'tirib Bismillahirrohmanirrohim bilan qo'lni boshlab mana bu chig'anog'i bilan yuvadi. Og'ziga suv oladi. Allohim menga jannat havzi kavsarlardan nasib qilgin deydi. Burniga suv oladi. Menga jannatni hidlarini hidlashligini nasib qilgin deydi. Yuzini yuvadi. Yuzlar oq va qora bo'ladigan kunlarda meni yuzimni oq qilgin deydi. O'ng qo'lini yuvadi tirsagi bilan qo'shib. Meni namoyi a'molimni o'ng qo'limdan bergin deydi. Chap qo'lini yuvadi. Meni namoyi a'molimni chap qo'limdan bermagin deydi. Boshiga mahsi tortadi. Meni jannatni soyalaridan soyalantirgin deydi. Gardaniga mahs tortadi. Meni vujudimni do'zax o'tiga harom qilgin deydi. Oyoqlarini yuvadi. Meni qadamimni qadamlar toyiladigan kunda pilsirotda sobit qadam qilgin deydi. Tahorat qiladi. Masjidga borishi mumkin. Har bir qadamiga Allohning dargohida darajama-daraja har kuni pog'onasi qancha qadam bossa, o'shancha daraja oshadi. Ikkinchi chap qadamiga o'shancha gunoh kechirilib boriladi. Bu yerdan daraja oshaveradi, bu yerdan gunoh kechirilib boraveradi. Namozga bor, azon aytadi. Mayli uyida bo'lsa ham Allohu akbar deb 4 marta azon Allohning nomini aytadi. Ashhadu an la ilaha illalloh. Guvohlik beraman Allohdan boshqa biror ibodat qilishga loyiq zot yo'q deydi. Ashhadu anna Muhammadan Rasululloh. Rasululloh Allohning elchisi, barhaq payg'ambari. Hayya alas sola, namozga shoshilinglar. Ey bolalarim turinglar, xotinim tur, namozga shoshil. Hayya alal falah, najotga shoshil, chunki najot birdan bir namozdadir deydi. Yana Allohu akbar, Alloh ulug'dir. La ilaha illalloh Muhammadur, la ilaha illalloh Muhammadur Rasul. Allohdan boshqa iloh yo'q deydi. Azon aytadimi? 2 rakat sunnat o'qiydi.